Yoshlar duch kelgan masalalarning unumlik choralari. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan 5-bob yoshlar duch kelgan masalalarning unumlik choralari temasini o'qiymiz inshaalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Yoshlar duch kelgan masalalarning unumlik choralari. Agar biz Alloh subhanahu va taolo roziligini ko'zlagan va Qur'on sunnatga uyg'un holda jamiyatning barliq qatlamlaridagilarga va sohasidagilarga nasihat qilsak, masalalar nihoyat tez va osonla hal bo'ladi. Birinci, muarif orqali o'gitish. Bizning, ya'ni Saudiya Arabistondagi maktablarimizdagi darsliklar g'oyaga uyg'un bo'lib, sog'lom aqidaga boshlaydi. Bu darsliklar tijoratda, yemak-ichmakda, qilmish va kultur jihatlarda halol bilan haromni ayirishni o'rgatadi. Foydali ilmlar bilan to'lgan qalb va zihin o'z sahobaga to'g'ri bilan xatoni ayiradigan hikmat ato qiladi. Shundaqla ularni tuvandagi ahvollarda duch kelishi mumkin bo'lgan shak shubhalardan xolis qiladi inshaalloh. Dastlabda darsliklarni tuzatganda ilmlarni yoshlarning qalbiga yetib bag'idek ravishda ifodalaydigan o'qituvchilarni tanlashda. Bundaq o'qituvchilar o'z o'quvchilarini ashu ilmga yetaklaydi va rag'batlantirdi. Ya'ni biri yoshlar bilan ulamolar orasidagi, maktabdagi, masjiddagi va boshqa joylardagi munosabat jarayonida. Bu yoshlarni islom to'g'risidagi shubhalarini oydinlashtirish fursatiga ega qiladi. Olimlar to'g'ri maslahatlarni ko'rsatish orqali kishilarning islomcha yashashiga turtki bo'ladi. Shu vajidan ulamolarning yosh avlodlarga bo'lgan mas'uliyati to'limi ig'ir. Lekin masxiralik yer shuki, men shuni afsuslanish ilkida deyishga majburman. Navbatda ularning, ya'ni ulamolar bilan yoshlarning orasida to'limi keng hong shakllanib qoldi. Bu omil yoshlarning beshqaygan, puti taygan yo'lda mengib ketishiga sabab bo'lmoqda. Yoshlar salaf solihlarning izidan mangan ulamolarning yaqindan yetaklashi ostida yashasa, ishlarini yaxshi hal qila oladi. Bu xil yetakchilikning yetarsiz bo'lishi yoshlarni halokatga boshlaydi. Alhamdulillah, yuqorida Şeyh Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan 5-bob yoshlar duch kelgan masalalarning unumlik choralari temasini oldinglar. Kelar qitimda yoshlar va nikoh temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.